Bugun biz poytaxt aholisidan to'ydan oldin qiz va yigit birga yashasa bo'ladimi yoki yo'qmi? Aynan savolni berib, hozir birgalikda javobini bilib olamiz. Menimcha qiz bilan yigit nikohdan oldin birga yashab ko'rish kerak. Chunki ular avval bir-birini yaxshilab bilib olish kerak. Yevropada misol yigit bilan qiz birinchi отношения qilishdan oldin bir-biri bilan yashab ko'rishadi. Agar bir-biriga yoqsa, keyin bemalol turmush qurib yashasa bo'ladi. Chunki siz bitta odam bilan bir umr yashaysiz, uni har doim siz yaxshi bilishingiz kerak va kelajakda u bilan o'zingizni ko'ra olishingizni bilish uchun avval yashab ko'rish kerak deb o'ylayman. Bu mening fikrim. To'ydan keyin ma'qul-da. Nimaga? Endi to'ygacha bo'lsa, u qiziga qolmay qoladi-ki. Yo'q, faqatgina to'ydan keyin. Nima uchun? Nikohdan keyin birga yashashi bu normal holat men uchun. Faqat to'ydan keyin Nima uchun? nomahram bo'ladi-ku. To'ydan keyin yashagani yaxshi-da. Nima uchun? Chunki endi ungacha bir-birini sinamaydi, bilmaydi. Agar ikki taraf ham rozi bo'lsa, yashash mumkin, lekin qonunlarimiz to'g'ri kelmaydi-yu. To'ydan keyin albatta. Nima uchun? Endi u mentalitetimizga to'g'ri kelmaydi. Menimcha to'ygacha yashasa bo'ladi, lekin nikohdan keyin yashasa bo'ladi. To'ydan oldin nikoh o'qitib, albatta. To'y masalasiga keladigan bo'lsak, hozirgi kun to'y qilish qiyin. Pul yig'gangacha nikoh o'qitib yashayversin, chunki savob hammaga kerak.